Assalomu alaykum do'stlar, biz yangi qo'rg'ondamiz. Mana Rasuljon akamga 4 yil oldin boqqa berganmiz, Serbiya navida ekilgan. Mana holati mana 60-70 kilogacha hosil olibdi bu yil. Hali terim jarayoni endi boshlanadi, hali yetilgan yo'q, slivalar. Mana Rasuljon aka qanaqa qilib parvarish qilish kerak, buni kesishlarini aytib o'tishimiz kerak-da biz. Ko'pchilik so'raydi buni. Bu sliva 2023-yil bahorda ekilgan sliva. O'tgan yili o'sha 1300 bor, o'tgan yili 10 tonna sotganmiz. 3 yil bo'ladimi shunda? 3 yil, 3 yil 4-yil. 4 yoshli ko'chat. Endi biz uni bo'yini baland qo'yveramiz, asli bo'yini baland qo'ymasligimiz kerak ekan avvaljon. Pasaytirish. Bo'yini pastroq ushlaganimizda, tanani yo'g'onlashtirib olganimizda hosil bundan sal kamroq bo'lsin. Ama holat. Lekin yirikligi yaxshi bo'lib balandlab ketmasligi kerak ekan. Pastroq ushlab. Yana 5 ga 3 ekish kerak ekanda buni tana kaltatib tanani ekish kerak ekan. Biz 5 ga 5 ekdik. Kengroq ekilganda bu keng ekilgan ekan. Buni 5 ga 3 ekib turib, traktor yurishi 5, ko'chat bilan ko'chat orasini 3 ekib, ko'chatni bo'yini pasaytirib, past kesib turib, yonga shoxlatish kerak ekan. 8 tadan 6 tadan liderlik qilish. O'shanda bir tip ko'chatdan 40 kilo o'zmangi, 30 kilo o'zing, o'sha tonnadan o'tar ekan, lekin kalibr berar ekan. Hozir kalibr zo'r. Kalibri hozir kalibr 55-60 gacha bor mana kalibri. Lekin qarang, bo'y o'sib ketganda bunda. Bo'y o'sgan. Biz bo'yni o'stirib yuborgan. Endi buni qaytariladi-da, endi 2,5 metrga qo'yib qaytariladi. Asli o'sha paytda biz 5 ga 3 ekib, ko'chatni tupi ko'proq ketsa ham, misol 5 tup ketib 40 kilodan qilib 20 tonna qilgandan ko'ra 700 tup ekib 30 kilodan olganda 20 tonna olsangiz kalibr o'ta yirik beradi. Hozirgi kunda qancha bo'lyapti mevalari, endi quritsa qancha bo'ladi, necha kilodan necha kilo quriydi buni aytishimiz. Endi hozir biz Rossiyaga bu yil narx arzonroq bo'lyapti valjon. O'tgan yili 12 mingdan o'zi yalni olgan. Bu yil endi hozir 6 ming, 7 ming Rossiyaga so'rab turibdi, men buni bermayman deb Rossiyaga sushka qilaman. Sushkasiga hozir 48 mingdan 4 dollardan xaridarim bor. Shuni quritib sushkadan chiqazib berdi. 10 kilodan necha kilo quriyapti, misol siz quritib ko'ryapsiz-da. Endi men buni sushka qilib apparatda quritmaganman. O'zini quritgan. O'zini barga qilib yarib quritganimda 10 kilodan 5 kilo 200 gram qurigan, danagidan tashqari. 5 kilo 200 gram qurigan, men quritganman. 50% qurigan. Ha, 50 kilo bergan. Buni yaxshi tomoni buni mana changi ham, pudrasi ham ancha-muncha o'chmas ekanda, uni qarang. Mana hosil. Bu yil endi mana 650-700 yaxshi olgan deylik. Bor ana 60 kilodan meva bor-da. Ha, bor. 60 kilodan ana meva bor. Misol ko'p daraxtlar misol 8 yil, 6 yilda ham o'zini o'zi qilingan rasxodlarni qoplamayapti. Siz o'tgan yilda ham uzganman deyapsiz. Mana 12 tonna uzganmisiz? O'tgan yili 12 ming so'mdan 10 tonna sotganman. 10 tonna. 120 millionlik sotganman o'tgan yili. Endi 3 yilda adashmasam yo olma, hatto gilos ham chiqarmaydi. U kiloni 3 yilda gilos ham bermaydi. To'ppa-to'g'ri. Faqat ozgina mehr bo'lib kutilsa, shu bilan 3 yilda o'zi mevaga rasxoddan chiqib qolasiz-da. Tez kiradi, hosilga. Bog'da rasxod eng birinchisi rasxoddan chiqishmi? Cho'ntadan rasxod qilaverib bog' kutib bo'lmaydi. Olmada 7 yil, 8 yil kutasiz. Bo'ykani qilib Pulini chiqarish kerak rasxodlarni. Tezroq daromadga yetarli kirish kerak. Hozir hamma ilik daryan pul, suvan pul, hamma narsa pul. O'sha paytlarda 3 yillik daromadga kirib qolsa, o'zini ko'tarish boshlaydi. 4-yildan daromadga kirib qoladi. Rasxodini qoplab daromadga kiradi. 7 yil, 8 yilga borgisa, men endi o'zimniki hali yoshga bormaydi-yu. Mana bir jiyanim bor. 70 soto joyda 300 yillik tupi bor. Shu bo'l 40 tonna hosili bor. 40 tonna. O'tgan yili 32 tonna sotgan. 12 ming so'mdan o'tgan yili 32 tonna sotgan. Yaqinroqdan olasiz. Mana hozir. Misol 40 tonnani quritsangiz ham misol uchun 52 yillik qurir ekan. 20 tonnada? 20 tonna. 20 tonnani endi 40. Qara 4 dollar ham demang valjon. Qara ming ham demang. 30 mingdan sotsangiz ham 20 tonna 600 million pul bo'ladimi? To'ppa-to'g'ri. 1 gektar joydan 600 million. Yaxshiligi bozor ikkita ekan. Rossiya olar ekan. Ho'lligida Rossiya olmay qolsa, sushka qilsangiz kuzda sushkaga sotar ekansiz. Ha 30 mingdan sotsangiz ham quritib qo'ysangiz 600 million pul bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Mana o'tlardan ko'raylik-da. Mana
Yana bir ko'rsangiz hammasi hosilini qarang. Shu bir paqir chiqadi-da, endi sileva bilamiz, og'ir o'tiradi nisbatan hajmi jihatidan. Hamma mevaga taqqoslab bir paqiri bo'lsa, buni 10 kilo chiqaveradi kamida. Og'ir o'tiradi. Mana shu hozir mana 20 paqir bor-da. Juda bevor yer tanlamaydigan sileva bu. ha bizga toshlar joyda bo'lyapti. Toshlar Hozir o'tni joy. ichida tagida tosh ko'rinmayapti. Bizga g'isht tosh-ku. Toshlar yer. Do'stlar kuzatib boramiz. Mana Rasuljon akam qadrdon bo'lib ketganmiz. Ha. 5 yil, 6 yildan beri ko'chat yetishtirib Ya, beramiz. rahmat. Borib ekishadi, boshqa qilib tanish bilishlariga ham tavsiya Ha. qilamiz. Bizda yolg'on yo'q, dehqonchilik. Shu bilan tirikchilik qilamiz. Hozir o'zimiz o'tgan yil har 17 minut olib keldikmi? O'zingiz oldingiz, Ha? 17 minut. 17 minut yana o'zimiz olib keldik. Yaxshiligidan-da. To'g'ri. Yaxshi bo'lmasa kim u qayta urinadi? Mana. Bir marta urinib, boqa qilib, harakat qilib ko'rib turib, yaxshi bo'lmasa yana o'shancha rasxod qilib, o'sha 17 minut narsani ikki boq qilib o'tirilmaydi-ku. To'g'ri. Menga yoqqan tomoni ana shu 3-yil, 4-yilda rasxoddan top. Cho'ntagingizda rasxod qilishdan qutular ekansiz. Menga yoqqan tomoni ana shu bo'ldi. Kuzatib borishda davom etamiz. Yangidan yangi narsalar qo'yib boramiz. Obuna bo'lishni unutmaymiz.